Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi ishimiz ham Xudo xolasa yakunlandi. Mana kelib turib, Xudo xolasa kecha Xudo xolasa yakunlab bolalarimiz. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Sizmisiz? Xola chiroyli chiqdimi uyimiz Xudo xolasa? Ha, Xudo xolasa. Xursandmiz axir bizda ishimizdan. Ha, darvozaxonamiz ham o'ta bir go'zal holatda. Oynaklarimiz. Buni ham oynaklarimiz mana shu bitta unaqa qo'yishimiz $50 bo'lyapti. Hamma narsasi ichida oynak, hamma narsalari ichida bo'ladi. Mana ichkari kozroklarimizni ko'rib. 12 santili mokriy, uni ustiga 4 santili oqimiz qo'yilgan. Mana bu ham o'ta bir chiroyli, o'ta bir go'zal holatda. Stullarimizni ham mana shu mokriy mebelni qilak desak, uyda egasiga yo'q, menga mokriy qilib beringlar dedi. Beytimiz 25 millionga bitgan obyektimiz mana shu. 25 millionga hamma narsa ichida. Mana shu narsamiz 25 millionga bitdi. Silip, hamma narsasi bo'lib 5 million pul ketdi. Darvozaxonani ko'rib, o'zlaring baho beraverasizlar. Asosan mana shu darvozaxonalarimiz o'ta chiroyli, o'ta go'zal holatda kelib chiqdi. Video egalari xursand. Ko'rib, o'sha baho berib, baholasa sizlardan like bosib qo'yib ketasizlar degan umiddamiz. Mana bu ham skromniy fason, jali. Nima desam bo'lar, alkofon gullardan, mana shu fasondan ham qilsang bo'ladi. Endi ortiqcha rasxod kerak ba'zi uka, menga skromniy qilib bering degan bo'lsangiz, mana shu holat ham o'ta bir go'zal holatda kelib chiqadi. Svetini yoqib ko'raylik, ana svetlari ham. Endi hozir ko'pchilik haliga bunaqadan qo'yyapti, kosmoslikda. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan usta Shayxon bexijolat telefon qilaverasizlar, qo'ldan kelganicha. Hozirgi ishimiz faqat vodiy bo'ylab bo'lyapti. Agar kvadratini kelishib qolsak, Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab. Qayga masalan Samarqandmi, Qashqadaryomi, shu Toshkentmi, chetlarga ham chiqishga harakat qilamiz. Faqat narxini kelishib qolsak bo'ldi. Kvadratlaring masalan sal ko'proq bo'lsa borib qilib berishga qilaveramiz. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan usta Shayxon.